Shu rigel kolonna uchrashgan joylari. Bitta zo'r gap aytaymi? Nima sababdan bitta odam rigelni narxini, misol uchun 1 metrini 150 ming beradi, boshqa usta uni 200 ming beradi. Ishiga yarasha so'rash kerak. Siz tezak qo'yasiz, texnik zadani, ya'ni menga baquvvat bo'lsin, shu joyda konsol bor, ko'tarsin deb aytasiz. Xamutlarni, armirovkani ko'rayotgan bo'lsangiz, pastida дополнительный, tepasida дополнительный bor. Keyin mana shu uchrashuv joylarda bunaqa pavorotlar bor, ko'rasizlar. Ishga yarasha bo'ladi-da. Oddiy 4 ta donali kolonna bo'lsa ekan, misol uchun o'sha 140 mingdan qo'yilsa, bu yerda nechta armatura bor, nechta uchrashuvlar bor. Ana uchlarni qaranglar. Bunaqa qayilib ketyapti. Shu sababli proyektga qarab turib, prorab ham o'shani narxini beradi. Shu ustalar ham o'shanga yarasha narx beradi-da. Ha, buniki 200 ming ekan, buniki 150 ming ekan demak bu yaxshi degan emas. 150 mingga o'sha 200 minglik usta ham 150 ming ishlaydi. 4 ta donali armaturada oddiy soddaroq konstruksiyalarda, sal qiyinroq bo'lsa, etaji balandroq bo'lsa, konsollar bo'lsa, o'shanga yarasha bo'ladi. Tushundingizmi? Endi videoni tanishlarga tirsat uchirib, kommentariyada foydali yozib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Ustalar doim poddershkada, bilaman hammanglarni. Sog' bo'linglar.